Assalomu alaykum azizona japakash mehnatkash xorlanayotgan zarlanayotgan birsi assalomu alaykum deb dumbisiga ursa butun sirni aytib o'tilgan ko'ngli daryo xalqim. Men yaqinda internetda bizning vatandan Xitoyning ichki o'lkalariga 70 yildan beri ketayotgan gaz neft turbalarini ko'rib, ey bevafo dunyo. Bu dunyoda zodi haqiqat bormi? Erkinlik bo'g'ilayotgan, adolat yo'qolayotgan, inson xo'rlanayotgan, haqiqat ko'milayotgan, baxtsizlik yamarayotgan qiz ayollarimiz dafsanda bo'layotgan Uyg'uristonim. Dunyoda seningdek botur qahramon millat yo'q-ku deyman. Boylig'ing bulang talangda o'zing xorlanayotsan. Xitoy Uyg'uristonning tabiiy boyliqlarini xohlagancha talon-taroj qilmoqda. Hazır Uyg'uristonga kelgan Xitoy ko'chmanlari 72 trilliondan 715 millionga yaqin Amerika dollari qiymatidagi tabiiy boyliqlarni iste'mol qilib tugatdi. Uyg'uriston oltin, uran, ko'mir, mis, kumush, neft, gaz, alyumin, qosh tishi, yaqut, qo'g'ishin, magnit, nikal, simab, mangan, xrom qatorliq 130 dan ortiq kan mahsulotiga ega boy mamlakat. Ularning ichida 32 trillion tonnadan ko'proq tabiiy gaz, 12 trillion tonna uran, 60 milliard tonnadan ko'proq neft, 6 million 300 ming sardan ortiq oltin, 1 trillion 992 milliard 878 million tonna ko'mir zapasining borligi aniqlandi. Agar Uyg'uriston xalqi o'z boyligi o'ziga ega bo'lsa, shu holda kishi beshiga to'g'ri keladigan yillik kirim 28630 Amerika dollariga bo'ladi. Xitoylar Uyg'uristonga kelib 2,07 gektar yerning xo'jayini bo'ldi. Yerlik Uyg'ur xalqining kishi beshiga kelganda 1,4 gektar. Egilgan materiallarga asoslanganda Xitoyning ozuq ehtiyojining xeyli ko'p qismini Uyg'uriston ta'minlab turdi. Uyg'uristondagi tabiiy o'rmonlarning ko'lami 5 million gektar. Xitoylar 56 million kub metr o'rmon mahsulotini bulang-talang qilib 6,2 milliardga yaqin yog'och materiallarni to'shib ketdi. Hatto bir qism o'rmonlar ular tarafidan tamoman yo'q qilindi. Yig'ib aytganda, Uyg'ur xalqi o'zining mo'l tabiiy boyliqlariga o'zi foydalanish fursatiga erisha olmay, dunyoda nopus ko'p ustunligiga egilgan Xitoyni beqiyotdi. Türkiye'de çıkıdığan Şarkı Türkistan gazetinden elindi. 1995 yılı 11 noyabr. Yeni Hayat. Yeni Hayat gazeti 2001 yıl 1 yanvar. Mahmud Ekrem'nin malumatı boyunca Uyg'uristonning boyligiga bir nazar tashlayli. Jungar va Turpan o'ymonliqlarining 910 ming kvadrat kilometr zaminida qayliligi 10 ming metrdan oshadigan neft hosil bo'lishi, cho'kma yer qatlami borligi aniqlangan. Shveysariyaning Syorg birlashma shirkatining 7 yillik naq maydonda elib borgan tekshirishlari xulosada faqat Tarım o'ymonligining taklimakkan cho'lligi ostidagi neft zapasi 50 milliard tonna tabiiy gaz zapasi 8 trillion kub metr ekanligi gaz Amerikaning zapas gaz miqdorining 2'siga to'g'ri keldiganligi Xitoyning 300 yil ishlatishiga yetadigan mana bu bir neft rayonning ahvoli. Uyg'uristonda 500 dan ortiq joyda neft, 20 dan ortiq joyda neft gazi bo'lib, neftlik maydoni Fransiya, Angliya gaz maydonidan ortiq. Hozir faqat Qaramay, Oqbuloq, Qiziltog', Ko'kyar, O'chkilik qatorliq 5 neftlik rayondan 15 million tonna neft elib ichki Xitoyga to'shimoqda. Hozirgi Tarım, Turpan, Qumul, Makit rayonlaridagi neftni tez surat bilan elib berilmoqda. Hozirgi ma'lumotlarga qaraganda, Xitoy mamlakati bo'yicha elingan neftning 95%ni Uyg'urlar diyoridan olmoqda. Ko'mir Uyg'uristonning 133 joyida bo'lib, umumiy yer ko'lami 90 ming kvadrat kilometrdan ortiq. Bu Arab Birlashma Xalqligining yer maydonidan cho'ng. Hozir 500 dan ortiq ko'mir konda chiqarilgan ko'mir ichki Xitoyga to'shilmoqda. Ma'lum bo'lgan ko'mir zapasi 1 trillion 200 milliard tonna bo'lib, Urumchi rayonining ko'mir ko'lami 9800 kvadrat kilometr. İli rayonning 3600 kvadrat kilometr. Bundan başqa Qumul, Pichan, Kuchar, Aqsu, Yenisar, Kangsu, Bo'rtaloq, Qalban noyalarida mo'l ko'mir zapasi bor. Tömür Uyg'uristonning 600 dan ortiq joyda tömür konlari bo'lib, 12 tömür
kanının zapası 1 milyar tonna. 1994 yılı 663 900 milyon tonna polat, 577'de 100 polat materyali, 462'de 500 tonna çöyün işlep çıkarılgan. Altın Uyg'uristonning 56 nahiyasining 270 joyidan oltin chiqadi. Oltin kallari harbiylar egilgan Altay, Qaya, Köktoqay, Tarbag'atay, Qumol, Turpan, İli, Sanji qatorliq joylardagi oltin kallari 1992 yillik vazifasini o'rinlashda 138dan 0,8%ga oshirib o'rinlaganligini ta'kidlab, qanchalik oltin ilganligi maxfiy tutilgan. Sarbuloqdagi bir oltin konidan yiliga 10 ming sar oltin ilganligi bir ma'lumotda ko'rsatilgan. Oran ili rayonining Tangirtaq jilg'isi va Yakandagi oran konlaridan oran ilinmoqda. Xitoyning Uyg'uriston orani bilan atom qurolga ega qildi. Yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlar 1992 yil ko'rsatilgan ma'lumotlar bo'lib, hozirgi uning ko'lami uningdan necha hassa oshib ketgan. Xitoy tarixchisi Simachen yozgan Tarixnamaning 5 podsho tarkizi degan kitobida Uyg'urlarning qadimiy millat ekanligini qayd qiladi. Uyg'urlarning Turpan diyorida buningda necha ming yillar burun bo'zyalarga necha minglag'an quduqlarni qizib, qarzlarni qo'shib, o'stanglarni chiqarib, keng dalaga ajoyib shaharlarni barpo qilganliklarini, ularning qadimidan tortiblar butun Mo'ng'ol dalasida ham Uyg'uristonda yashaganligini izhor qilgan Qaraxonlarning qisqacha tarixi Hoji Nuraji. Xo'rliqqa uchirgan millat bir bo'lsa eng ojiz, bir bo'lsa eng kuchli millatga aylanishi mumkin. Ey dunyo, kuchliklar hurra uchun, ojizlar tova uchun yaraldimikin bu dunyoga. Xalqingga vijdoning bilan ishlasang, yiqilsang, quchoq uchsan. Xalqingga ikkiyuzlik xoyillik qilsang, yiqilsang, tapiniga tushsan. O'zining vataniga, xalqiga mustaqillik qurbon berish ruhi bo'lmagan odamdan vafosizlik, yaxshilikmi kelmaydi. Kulavama kulkini, so'rig'i bor bir kuni. To'xo yegan tulkini bo'ri yeydi bir kuni. Tutib olsang ojiz yerini, yo'lbos chug'ida bo'lur bechora. Tutamsan ojiz yerini, toshqan chig'ida qilur avara.